O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan Jamoat xavfsizligi universitetida oliy harbiy ta'lim muassasalari o'rtasida Konstitutsiya bilimdoni ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Muxbirimiz mazkur bilimdonlar bellashuvi haqida hikoya qiladi. Tadbirning tantanali ochilish marosimida so'z olganlar Konstitutsiyamiz mohiyati va ahamiyati haqida to'xtalib, ishtirokchilarni qonunchilikka hurmat ruhida tarbiyalash va iqtidorli yoshlarni rag'batlantirish bosh maqsad ekanini alohida ta'kidladilar. Ma'lumki, har bir davlatning o'z asosiy qonuni bor. Huquqiy davlatning eng muhim qirrasi bu qonun ustuvorligi. Shunday ekan, bu yo'nalishda ta'lim olayotgan har bir kursant, har bir talaba Konstitutsiya mohiyatini chuqur bilmog'i, uni kelgusida xalq ongiga yetkazib, har bir fuqaroning huquqiy madaniyatini oshirishga hissa qo'shmog'i lozim. Qizg'in kechgan bilimdonlar bahsida shaffoflikni ta'minlash maqsadida savollar hakamlar tomonidan emas, balki jamoalarning o'zlari tomonidan bir-birlariga tayyorlangan konvertlar asosida berildi. Tanlov 3 shart asosida o'tkazildi. Birinchi shartda jamoalar o'zlari o'qiyotgan oliy harbiy ta'lim muassasalari faoliyati va imkoniyatlarini badiiy chiqish va videoroliklar orqali taqdim etishdi. Ikkinchi shartda Konstitutsiya va unga oid islohotlar bilan bog'liq 10 ta savol orqali bir-birlarini bilimlarini sinashdi. Ikkinchi shartda Konstitutsiya va unga oid islohotlar bilan bog'liq 10 ta savol orqali o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Uchinchi shart ijodiy huquqiy sahna ko'rinishi bo'lib, jamoalar Konstitutsiyaning bevosita hayotda aks etishini ifodaladilar. Qiziqarli jarayonlarga boy tarzda kechgan bilimdonlar bellashuvida oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlari puxta tayyorgarlik ko'rganliklarini namoyon etdilar. Tanlovning har bir bosqichi odil baholanishi uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Fan ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari qo'mitasi, Toshkent davlat yuridik universiteti, O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasi, O'zbekiston davlat drama teatri kabi nufuzli idora va tashkilotlardan tashrif buyurgan mutaxassislar hakamlik qilib bordilar. Ushbu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarda konstitutsiya bilimlarini aniqlash, ularning huquq savodxonlikda oshirish hamda iqtidorlarini aniqlashdan iborat bo'ldi. Bundan tashqari, shu oliy ta'lim harbiy bilim yurtlarida hamkorlikni yanada yuksaltirish maqsadida tashkil etildi. Ushbu tadbirda o'zimiz ham ishtirok etib, jamoalarda konstitutsiyaviy bilimlardagi mahoratlarini, o'zini badiiy chiqishlarida va undan tashqari savol-javob chiqishlarida namoyon etgani bu yoshlarimizni hozirgi kundagi konstitutsiya bilimlari yanada o'zlashtirilganligini amin bo'ldik. Va nihoyat hayajonli damlar, g'oliblar e'lon qilindi. Bunda Shohsupaning faxrli 3-chi pog'onasiga O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik mudofaa universiteti, ikkinchi o'rinda esa Amir Temur nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi, eng yuqori natijaga erishgan Jamoat xavfsizligi universitetining Jasorat jamoasi esa mutlaq g'olib deb topildi. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetida oliy harbiy hamda harbiylashtirilgan ta'lim muassasasi kursantlari o'rtasida Konstitutsiya bilimdoni ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Bu ko'rik-tanlovda O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi Jasorat jamoasi sardori sifatida ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Ushbu ko'rik-tanlov mening uchun keyingi ish faoliyatimda konstitutsiya huquq normalarini yanada tatbiq etish uchun dasturlanma bo'lib xizmat qiladi. Taqdirlash marosimida so'z olganlar bu tanlov kursantlarining nafaqat Konstitutsiya bo'yicha bilimlarini boyitgani, balki ularda vatanparvarlik ruhini oshirganini ham alohida ta'kidladilar.